Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugun biz siz bilan ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, maktabgacha ta'lim mutaxassisligi magistrantlariga pedagogik konfliktologiya fanidan pedagogik konfliktologiyada tana zaboni mavzusidan ma'ruza qilamiz. Bugungi mavzumiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz tana zaboni tushunchasi, ikkinchi rejamiz tana zabonining 7 doirasi, uchinchi rejamiz tana zabonini to'g'ri anglamaslik oqibatlari. Demak, biz kundalik hayotda juda katta informatsiya ichida yashaymiz. Chunki har bir inson kundalik hayotda kun davomida juda katta informatsiya oqimini qabul qiladi va xuddi shunday katta informatsion ma'lumotlarni atrofga tarqatadi. Demak, ushbu ma'lumotlarni tarqatishda insonning faqat so'zi, aytgan gaplari, ishlari, yozgan kitoblar ishtirok etmasdan, balki ana shu ma'lumotlarni tarqatishda odam tanasining ma'lum xatti-harakatlari, mimikasi, kiyinishi, qo'l harakatlari, qosh-ko'zi, ovozi, ko'z qarashlari, nigohi, kulgisi ham ishtirok etib, ma'lum bir ahamiyat kasb etadi. Masalan, sizga uzoqdagi tanishingiz bu yoqqa keldi baqirib, ammo qo'l harakatlari bilan teskari tomon ket shaklida qilsa, siz nima qilishni bilmasdan esankirab qolasiz. Chunki kel belgisi bilan ket belgisi qo'l harakatlari bu boshqa harakatlar hisoblanadi. Ya'ni kel bilan ket ma'lumotini o'zida jamlagan qo'l harakatlari ma'lum bir informatsiyani o'zida ifoda etadi. Ammo tana harakatlaringiz ongingiz turida bo'lgan sizning munosabatingizning o'z tana zaboni orqali ko'pchilik hollarda bilintirib qo'yadi. Chunki ma'lumot faqat so'z orqaligina emas, balki tana harakatlari orqali ham uzatiladi. Demak, tana zabonini axborot ulash va tarqatishda faol ishtirok etadi ekan. Ma'lumotlarni uzatishda biz ko'pincha e'tibor bermaydigan xuddi ana shunday noan'anaviy usul tana zaboni hisoblanadi. Tana zaboni bu insonning qanday yurishi, turishi, qanday ovozda gaplashi, qanday kiyinishi, imo ishoralari, mimikasi umuman olganda qandaydir ma'noga ega bo'lgan hamda axborot tarqatish va qabul qilishda ishtirok etgan tana harakatlari majmuasi hisoblanadi. Bugungi kunda tana zabonining 7 ta doirasi farqlanadi. Birinchi doirasi tana zabonining bu tashqi ko'rinish hisoblanadi. Ikkinchisi vaqt, uchinchisi insonning ijtimoiy ahvoli, to'rtinchisi yaqinlikni ko'rsatuvchi alomatlar, beshinchi tana harakatlari, oltinchi shaxsiy makon, yettinchi ovoz. Endi sizlar bilan ana shu tana zabonining 7 ta doirasini har birisini alohida ko'rib chiqamiz. Xo'sh, tashqi ko'rinish. Demak, insonni sochi jingalakmi yoki boshqa rangga bo'yalganmi? Yoki sochlarimizni orqa tomonga turmak qilganmizmi yoki kesilganmi? Egnimizda atlasmi yoki kostyum shimmi? Bo'yanganmizmi yoki o'sma qo'yganmiz? Ro'moldamisiz yoki ro'molingiz yo'qmi? Bo'ynimizda tilla zanjir bormi yoki yo'qmi? Yoshmisiz yoki yoshingiz o'tganmi? Mashinadamisiz yoki piyodamisiz? Mana shularning barchasi inson haqidagi ma'lumotlarni boshqalarga uzatib turadi. Tashqi ko'rinish inson haqidagi ma'lum ma'lumotni yaqqol namoyon etadi. Tashqi ko'rinishda inson moddiy ahvoli, kelib chiqishi, ijtimoiy holati borasidagi ilk ma'lumotlarni darrov qabul qilish mumkin. Masalan, odatda zamonaviy kiyingan, sochlari bo'yalgan, o'ziga oro berib yuradigan ayolni biz ko'rgan, keyinchalik o'sha ayolni ko'k rangda, boshiga ro'mol o'rab, milliy kiyimda, mungli ahvolda ko'rsak, birinchi navbatda bu ayol azador bo'libdi degan xulosaga kelamiz. Ya'ni tashqi ko'rinish mazkur ayol hayotida kechgan voqealar borasida ma'lum axborotni tarqatish uchun xizmat qiladi. Ikkinchi tana zaboni doirasi bu vaqt hisoblanadi. Biz bilamizki, vaqt hamda vaqtiga bo'lgan munosabat inson haqidagi ma'lumotlarni olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday insonlar bo'ladiki, bunday insonlar biror odamni biror joyga chaqirib kuttirib qo'yadi yoki bo'lmasa uchrashuv taklif qiladi-yu, ertalab bo'lishi mumkin yoki kechqurun bo'lishi mumkin deb vaqt belgilaydi. Yoki bo'lmasa shunday insonlar bo'ladi, uchrashuvga chiqib 2 daqiqa kutmasdan ketib qolishadi. Yoki siz o'zingiz uchrashuvga tayinlangan vaqtda kechikmasdan kelasizmi yoki har doim kechikib yurasizmi?
yoki inson tanigan odamini ko'rib darrov ro'parasiga chiqasizmi, yoki uni oldingizga kelishini o'zingiz kutib turasizmi? Bularning barchasi inson haqidagi ma'lum axborotlar manbai bo'lib xizmat qiladi. Agar siz uchrashuvga kechib kelsangiz, darrov kechirim so'rasangiz, uchrashuvga kech kelganingizdan xijolat bo'lib uzr so'rasangiz, demak siz kechikib yuradigan odam hisoblanmaysiz. Yoki bo'lmasa shunday insonlar bo'ladi, bular kechikib kelgandan so'ng ham uzr so'ramaydi. Demak, biz bu insonlarni tarbiyasiz deyishimiz mumkin, yoki qo'pol bo'lishimiz mumkin, yoki ana shu kutayotgan odamning rahbari bo'lishi mumkin degan fikrga kelamiz. Demak, vaqtga munosabat masalasi ham inson xarakterini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi. Keyingi tana zabonining doirasi bu insonning ijtimoiy ahvoli hisoblanadi. Biz bilamizki, insonning ijtimoiy ahvolini biz uni tashqi ko'rinishidan ham yaqqol bilib olishimiz mumkin. Ijtimoiy ahvol va tashqi ko'rinish masalasi odamning nafaqat qaysi sohada ishlashi, balki oilasining to'kinligini, uni boy yoki kambag'alligini, shaharlik yoki qishloqlik ekanligini oydinlashtirishga xizmat qiladi. To'kin yashash ramzlarining mavjudligi biror bir guruhga taalluqlilik, boylik, mashina, zeb-u ziynat kabilar va inson to'g'risidagi ma'lum axborotlarni doimiy uzatib turadi. Ijtimoiy ahvol, shuningdek, agar inson juda ko'p zeb-u ziynat ishlatgan bo'lsa ham, ammo kiyimining qanday bichuvda tikilganligi, materialning to'kisligi, uning o'lcham masalalarida ham o'zini namoyon etadi. Zodagonlarga tegishli oilalarda juda sodda, zeb-u ziynatsiz, ammo xushbichim kiyinish targ'ib qilinadi. Zeb-u ziynatning ortiqchaligi bugungi kunda madaniyatsizlik va dissizlik alomati hisoblanadi. Bugun ayrim holatlarda ko'rishimiz mumkin, yangi boy bo'lgan odamlar o'zlarini boylar qatoriga qo'shilganligini namoyon qilish maqsadida ko'pincha zeb-u ziynatni ko'p ishlatishadi. Demak, odamning tashqi ko'rinishi uning ijtimoiy mavqeini anglashga yordam beradi ekan. Keyingi tana zabonining harakati bu yaqinlikni ko'rsatuvchi alomatlar hisoblanadi ekan. Inson boshqa insonlar bilan bo'ladigan muloqotda ularning nechog'li o'ziga yaqinligini ko'rsatuvchi alomatlarni ham bildirib turadi. Masalan, qo'l berib salomlashish mumkin, quchoqlashish mumkin, yelkasiga qoqib qo'yish mumkin. Bugungi kunda biz ko'rishimiz mumkin, Toshkentda, poytaxtimizda yashovchi yigit-qizlar hech qachon o'zaro salomlashganda bir-biriga qo'l berib salomlashmaydi. Ammo viloyatlardan kelgan yigit-qizlar o'rtasida qo'l berib salomlashish urf-odati keng tarqalgan. Shu bois viloyatdan kelgan yigit toshkentlik qizga qo'lini uzatib salomlashmoqchi bo'lsa, qiz bola uni qo'lini olmasligi tabiiy holat hisoblanadi. Chunki shaharlik qiz bu narsani behurmatlik alomati deb hisoblaydi. Tana zabonini quyidagi turdagi xatti-harakatlar ajratiladi. Bu yaqinlikni ko'rsatuvchi alomatlarda birinchi navbatda yaqin tanishni o'z xatti-harakatlari, rasmiy xatti-harakatlar, doimiy xatti-harakatlar va kichik bir guruhda qabul qilingan xatti-harakatlar hisoblanadi. Tana zabonining 5-doirasi bu tana harakatlari. Biz hozir yuqorida ko'rib chiqdik, tana zabonida juda katta axborot boshqa tana a'zolari tomonidan berilsa, demak, yanada katta axborotni beradigan tana a'zomiz bu bevosita yuz mimikasi va tana harakatlari orqali uzatiladi ekan. Demak, yuz mimikasi inson psixologiyasini, insonning ichki kechinmalarini, his-tuyg'ulari bilan kuchli bog'langan bo'ladi. Shu bois insonning deyotganligiga qaramay, yuz mimikasi o'ziga xos tabiiy munosabatlarni bildirib biladi. Biz mimika orqali juda katta ochiq, aniq va to'g'ri ma'lumotga ega bo'lamiz. Shu bilan birga tana harakatlari ham shaxslar aro yaqinlikni ko'rsatib turadi. Siz o'zingizga yaqin odamga yaqinroq turasiz, uni tanasiga vaqti bilan qo'l tekkizib yoki orqasini silab qo'yishingiz mumkin. Ammo sizga uzoq bo'lgan, tanimagan odamga nisbatan hech vaqt bunday harakatlar qilinmaydi. Yuz ifodasi, mimika, ko'z qarashlar, qanday qadam tashlashingiz, imo ishoralaringiz, qo'l harakatlaringiz, bularning barchasi tana harakatlari bo'lib, ular o'zaro munosabatlar borasida aniq ma'lumot beradi. Inson mimikasi juda katta axborot tashuvchi hisoblanadi. Keyingi tana zabonining doirasi bu 6-doira shaxsiy makon hisoblanadi.
Demak, shaxsiy makon bu inson uchun o'z shaxsiy makonini muhofaza qilish muhimdir. Chunki har bir insonning o'zining shaxsiy makoni bo'ladi. Shaxsiy makonning himoya qilinganligi insonni tinch va xavfsiz muloqot olib borayotganligini ko'rsatuvchi xususiyat hisoblanadi. Muayyan bir vaziyatda sizning va sizning suhbatdoshingizning qanchalik bir-biringizdan uzoqlikda turishingiz, siz bilan suhbatdoshingiz o'rtasidagi makon bu bevosita shaxsiy makon hisoblanadi. Demak, shaxsiy makon ham bir necha tarkibiy qismlardan iborat. Demak, birinchi shaxsiy makonni biz birinchi qismini shaxsiy zona sifatida ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerga biza do'stlarimiz, dugonalarimiz, aka, uka, opa-singillarimizni kiritishimiz mumkin hisoblanadi ekan. Ikkinchi tarkibiy qismi bu ijtimoiy hudud, zona, ya'ni ish yuzasidan bo'ladigan muloqotlar. Demak, kundalik ish jarayonida biz ijtimoiy munosabatga kirishgan vaqtida ish yuzasidan bo'ladigan muomalalar ham demak bevosita ana shu ijtimoiy hudud hisoblanadi ekan. Uchinchisi bu jamoat zonasi, ya'ni ma'ruzalar va nutqlar hisoblanadi. To'rtinchisi insonning bevosita eng yaqinlik makoni hisoblanadi. Ya'ni bu hududga faqat yaqin odamlarimiz kira oladi. Bular turmush o'rtog'imiz bo'lishi mumkin, yaqinlik makoni bildiruvchi farzandlarimiz yoki boshqa yaqinlarimiz bo'lishi mumkin hisoblanadi ekan. Demak, oxirgi tana zabonining 7-doirasi bu ovoz hisoblanadi. Shu yerda buyuk adabiyotshunos olim Vissarion Georgiyevich Belinskiyning gap so'zda emas, ohangda degan bebaho fikrlarini keltirib o'taman, chunki bu fikrlar bejiz aytilmagan. Ovoz masalasida, masalan, shu kasbimizdan kelib chiqib biz fikr yuritadigan bo'lsak, o'qituvchi mahoratli bo'lishi uchun notiqlik mahoratini egallagan bo'lishi, ko'plab badiiy adabiyotlar, kitoblarni o'qigan bo'lishi va hayot tajribasini ishga solishni bilishi lozimdir. Gapirganda inson ohangga e'tibor berishi juda ham muhim hisoblanadi. Biz hozir tana zaboni doirasini 7sini ham ko'rib chiqdik. Endi ana shu bevosita tana zabonini konfliktlarda o'rni haqida ham fikr yuritamiz. Konfliktlar tabiiy hayotiy voqelik ekanligini biz bilamiz. Chunki inson hayotini konfliktsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Inson xohlagan, xohlamagan taqdirda kun davomida u yoki bu holatlarda konfliktlarga duch kelishi mumkin. Demak, konfliktlar bevosita tabiiy hayotiy voqea hisoblanib, bunday bilimlardan biz o'z hayotimizdagi tinchlik va osoyishtalik uchun bizning mas'uliyatimiz haqidagi bilimlarimizni oshiramiz. Demak, konfliktlarni bevosita yuzaga kelishini oldini olishimiz lozim. Har bir joyda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash lozim. Konfliktli vaziyatlar demak ana shu osoyishtalik tizimini buzadi. Chunki tinchlik va osoyishtalik har doim ham o'zicha davom etavermaydi. Har bir joyda tinchlik va osoyishtalik mavjud bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda konfliktlarni oldini olish lozim hisoblanadi. Konfliktlarni bevosita birinchi navbatda yechishda, konfliktlarni oldini olishda biz adolatparvarlik zimyozonlariga rioya qilishimiz kerak. Birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Muammoni, konfliktni keltirgan aniqlashimiz kerak. Xo'sh, muammo o'zi nima? Muammoning ichki mazmunini anglashga harakat qilish lozim. Muammo chegaralarini belgilashda xolis hamda vijdonli bo'lish, muammoni avval o'zingiz aniqroq idrok qilib olishga harakat qilish, muammoni anglash jarayonida sabrli va bosiq harakat qilish, konfliktli jarayondagi haqiqatni anglashga harakat qilish lozim hisoblanadi. Muammoni konfliktda bevosita ikki taraf ham qanday ko'rayotganligini haqida sabr bilan suhbat va mushohada qilish lozim. Muammoni anglashda birinchi navbatda sizlarning fikringiz umumlashtiruvchi xususiyatlar va belgilarni aniqlab beradi. Demak, bevosita konflikt muammo mavjudligi uchun kelib chiqayotganligini o'zingiz qabul qilishingiz hamda o'z diqqatimizni inson muammoga qaratishimiz lozim hisoblanadi. Demak, konflikt sharoitida uning kelib chiqishida, uning rivojida kim ko'proq aybdor ekanligiga bor kuchni berish mumkin emas. Umuman konflikt vaziyatida kim haq, kim nohaq ekanligini aniqlash konfliktni
tupikka kiritish usuli hisoblanadi. Chunki har bir odamning o'z haqiqati mavjud. Shu bois ziddiyatni yechishda kim aybdor ekanligini qidirish emas, balki konflikt yechimini qidirish, ya'ni ziddiyatdagi aybdor insonni topish va uni jazolash ham lozim emas hisoblanadi. Chunki konfliktli vaziyatda barcha o'zini noan'anaviy tutishi mumkin. Hamma ham g'azabga kirishi, o'zini himoyalashi yoki dag'dag'a qilish uchun qo'pol so'zlarni ishlatishi mumkin. Konfliktda hech qachon aybdor shaxs bo'lmaydi. Demak, konfliktlardagi muammoni aniqlash jarayonida, demak, shaxsga emas, biz muammoga hujum qilishimiz kerak ekan. Demak, konflikt ko'p hollarda biz ko'ramiz, ko'pincha yaqin insonlar o'rtasida sodir bo'ladi. Tanimagan odamlar o'rtasidagi konfliktlarni yechish tanish bo'lgan odamlarning konfliktlarini yechishga qaraganda osonroq kechadi. Masalan, ko'chada avariya bo'lib ikki mashina bir-biriga urilsa, darrov haydovchilar kelishga harakat qiladi. Chunki bunday ziddiyatlarni o'zaro kelishilgan va xalq ichida qabul qilingan tartiblari mavjud bo'lib, ular ko'pinchalik rioya qilishga, mavjud konfliktni yanada chuqurlashtirmaslikka harakat qiladi. Begona odamlarning kelishuv yo'lidan borishadi va ziddiyatga kelishgan majburiyatlarni to'la bajarishga urinadi. Konfliktdagi nizo shartlari bajarilgandan so'ng ana har ikki tomon o'zaro begonalashib ketaveradi. Ziddiyat ko'lami o'zaro muomala qilishga majbur etadi. Konflikt yechimidan so'ng ular o'zlarini erkin va majburiyatsiz his qiladilar. Tanish odamlar o'rtasida keladigan, yaqin odamlar o'rtasida keladigan ziddiyatlarda, muammoli vaziyatlarda ko'pchilik hollarda muammoli vaziyat chuqurlashib, konfliktlar og'riqli bir sabablarga keltirib qo'yishi mumkin hisoblanadi. Demak, biz yana shu tana harakati, tana zaboniga qaraymiz. Demak, biza tana tilini shu yerda rasmda ko'rishimiz mumkin. Bu rasmda insonni bu yerda qo'rquv holati aks etgan, ya'ni peshonadagi gorizontal ajinlar paydo bo'ladi, qoshlar ko'tarilib kengayadi, yuqori ko'z qovoqlari ko'tariladi, pastki ko'z qovoqlari taranglashadi, do'qlar ikki yonga biroz cho'zilishi mumkin. Demak, bu ham mana shu tana harakatidagi tana zaboni belgilari hisoblanadi. Demak, ayrim insonlarda shu nafrat paytida ham mana shu yuz mimikasi harakatini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerda pastki qovoqlar ko'tarilganligini, og'zini bir burchagi esa ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, inson qayg'uga cho'kkan paytida ham yuz mimikasidagi yuqori qovoqlar biroz pastga tushadi, barixotir nigoh paydo bo'ladi, dudoqlarning ikki yoni ham pastga tushadi. Yoki bo'lmasa quvonch. Ushbu paytda inson mimikasidagi o'zgarishlarni ko'radigan bo'lsak, ko'zlar atrofidagi ajinlar paydo bo'ladi, ko'zlar qisiladi, porlaydi, yonoqlar ko'tariladi, dudoqlarning burchaklari esa ko'tariladi. G'azab paytida, demak, inson g'azablangan paytida qoshlari pastga tushadi, tekislanadi, yuqori ko'z qovoqlar ko'tariladi, pastki ko'z qovoqlar taranglashadi, ko'zlar yaqinroq ko'rishga sozlanadi, burun teshiklari kengayishini ko'rishimiz mumkin, lablar siqiladi, tishlarni bevosita ko'rsatish holatlari mavjud. Jirkanish, demak, bu holatlar ham ko'pincha ana shu ziddiyatli muammoli holatni vujudga keltirishi mumkin. Demak, bunday paytda biz insonlarning mimikasida qoshlarni pastga tushishi, qoshlar orasida ajinlarni ko'rishimiz, yonoqlar ko'tarilishi, lab burun atrofida ajinlar paydo bo'lishi, yuqori lablar ko'tarilishini ko'rishimiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, bugungi ma'ruzamiz ana shu ma'lumotlardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.